Assalomu alaykum, bugun sizlar bilan men Asadboy, bugun sizlar bilan men Minecraft'ning eski versiyasini Flatmare'da o'ynab ko'ramiz. Demak, Flatmare qiziqdim. Men ham Flatmare'da qanaqa o'ynash bo'lishi mumkin. Demak, qo'lingizga qurollab olsanglar, bu video oluvdim. Prosta yozilmabdi, shuning uchun videoni yana bir marta olishga qaror qildim va nimaga Flatmare'da kirdi? Qo'lingizga taxlanishlar bor. Birdan bularda Flatmare'da eski versiyada birdan kreativga o'tib, keyin survivalga o'tish kerak. Lekin birdan survivalga o'tib bo'lmaydi. Shuning uchun shunday qildim. Endi daraxtlarni chopib olamiz. Zo'r quraman. Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hozir sizlar savol hozirgi men qiziqaman va hozir ro'za tutib yoki kechga ko'ryapsizlarmi? Shu kommentga yozib ketinglar. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Like bosinglar. Yaqinda kompyuter olmoqchiman. Amerika YouTube kanal ochib, manzarasidan pul kelsa, olmoqchiman kompyuter. Like bosinglar. Keyin biz kompyuter olamiz. Keyin zo'r video chiqaman. Videolari xohlasam keyin konter videolarini chiqarishim mumkin. Faqat like bosinglar. Hozir qilib uy quramiz. Davay, mana eno betlarimni ham qo'yib qo'yganman, shu yoqqa verstak, pechkalarimni. Davay. Endi daraxtdan chopib olamiz. Ovozim qanday bo'lyapti? Shuni ham kommentga yozinglar, like bosinglar. Obuna bo'linglar. Ovozim qanday bo'lyapti? Yaxshimi, zo'rmi? Keyin rivojlanib boraveramiz va mikrofon HyperX dan mikrofon zo'r narsalar olamiz. Davay, hamma daraxtlarni qo'yib chiqamiz. Davay. Shu yerda o'rmon qurmoqchiman. Videoda o'rmon bo'lamiz. Indamayman. Keyingi videogacha. Keyin qismi ham chiqaraman. Keyin qismini ham chiqaraman bu videoda. Endi davay. Bu videoda davay. Bu video menimcha 15 minutlik, 20 minutlik bo'lmay, 25 minutlik bo'lishi mumkin. 30 minutlik bo'lishi mumkin. Davay. Quramiz. Davay. Yaqinda obunachimiz 100 ta bo'lar ekan, shu 100 ta qilib qo'yaylik, 100 ta bo'lsin. Akalar, endi streamlar qilishni boshlaymiz. 50 ta, 100 ta bo'lsin, streamlar qilamiz. Zo'r stream, Minecraft stream bo'lishi mumkin, stand-up stream bo'lishi mumkin, boshqa Roblox stream bo'lishi mumkin. Siz kommentariy yozib ketinglar, stream qilaymi, qilmaymi? Daraxtlar o'sib ketibdi, yana qolmayam bor ekan. Mayli. Davay, shu yana issiq qilaylik. O'zgacha tushib boryapti. Daraxtlar, chirmovuqlar, daraxtlarni ekayotgan joyi ekamiz. Ay, qo'lim qiyshiqda ko'rapsizlarmi? Qo'lim qiyshiq shunaqa. O'ssin daraxtlar. Endi men kiratimga bitta uxlay qani. Bitta fakir qo'yib qo'yish kerak. Shu yerga qo'yib qo'yaman. Ikkita qo'yib yuboraman. Mayli, uxlash kerak. Oldimga verstakcham bor. Turdim. Endi uy qurishni boshlash kerak. O'zi daraxt olamiz. Qurishni boshlash kerak. Hammasini taxtaga aylantirish kerak va uy qurishni boshlash kerak. Hammasini taxtaga 2 soat bo'ladi, lekin uyni polniy qurishga yetar. Qolib ketadi ham menimcha. Boshlaymiz endi 8 ta blokdan qilsak zo'r bo'ladi uy. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ladi. Endi bu yoqda 2 3 4 5 qo'lim qiyshiq 5 6 5 6 7 8 bo'ladi. 4 daraxtlar ham bor ekan. 4
Ha. Endi bu tarafdan bu tarafga olib kelsak. Burun qiyshig'ida quloq qiyshig'ida qilibdi. Endi tepaga o'tamiz. 2 3 4 5 yeta. Voy, yomon tushdim. 2 3 4 5 tarafga o'tamiz. 2 3 4 5 o'lchaymiz endi. Hozir hammasini olib kiramiz. O'zi qulaylik ham olib kiramiz. Keyin bitta zo'r deraza bor, o'sha derazani ham qo'yamiz. Menimcha qo'yib bo'lsa, qo'ymasa bo'lmaydi. Yana olmalar bor ekan daraxtlar. O'shani ham olamiz. Mana shu yerda bo'lamiz. Eshikni ochamiz. Yana ham o'zi taporimiz ham sinib qolibdi. Davay, bunday qilamiz. Eshiklar qo'yamiz. Bu tarafni ochiq qoldirib qo'yamiz. Men bitta ko'p desanglar, uni tomini ham yopishga kerak bo'ladi-da. Tomini ham yopamiz. Shuning uchun qolib ketadi. Hali tomini, voy, qo'lim qiyshig'ida. Hali tomiga bunaqa zinachalar qilamiz, shotka qilamiz. Mana bundan buyoqqa zo'r qilamiz. Davay. Mana qilamiz. Davay. Unuchlar, bundan buyoqqa ham gapirmayman va men montaj ko'rdim va bu ovozlar, bu tarafdagi ovozlar ishlamay qolibdi. Montajda ko'rdim va bu ovozlarni to'g'rilamasdan prosta o'chirib qo'ydim bu tarafdagi ovozlarni montajda. Endi jimgina bu yoqda jimgina ko'ringlar. Jim bo'ladi, ovoz eshitilmaydi, faqat ko'ring. Ko'pincha mana uyda pashlik qurdik va daraxtlar olamizda ketamiz. Endi pashlik uyda qurib bo'ldi. Faqat tomini yopish kerak bo'ldi. Endi
Давай hamma inson uyga olib kiramiz. Давай kravatni, verstakni va pechkani. Daraxtlarning hammasini olish kerak o'zi. Hammasi o'sib ketdi. Men uy qurguncha qayerdan joylashtiramiz? Qo'lim qiyshiqda. Bu yoqda bizamiz o'zi anoyi ham siramanib qolibdi. Mashida bolta siramanib qolibdi. Pechkani olamiz va joylashtiramiz. Va davay bosib qo'yamiz, chunki fakellarni ham qo'yamiz. Endi daraxtlarni ham olamiz va tomni yasashga o'tamiz. Endi tomni tuzatmoqchiman. Tomni zo'r ish qilmoqchiman. Ko'rib turinglar. Keyin birinchi tomni yamab olamiz, deydi-yu. Yamab olamiz birinchi, keyin boshlaymiz. Davay. Keyin mana blokni olamiz. Hozir mana blokni oldik va qo'yamiz. Bitta-bitta qo'yib chiqamiz bloklarni. Chunki bu bloklar g'ishtdan. Mana qo'lim mana qo'yib chiqaman. Endi ishlarni qo'yib chiqamiz. Yetganman. Montajomda ko'rib qoldim va ichkariga fakel yo'q ekan. Ichkariga fakel qo'yilgan ekan. Blokka ham o'tmabdi. Shuning uchun men qo'yib oldim. Keyin bildim va qo'ydim.
tom bitib qoldi. Endi tomni bitiramiz, endi bloklarni olib chiqamiz va boshlaymiz. Uni blokini boshlaymiz. Davay. Endi tom bitdi. Hozir ko'ramiz. Mana bloklarni buzamiz-da, hozir ko'ramiz. Hozir mana qonim ham ochibdi, jonim ham yo'q boya tushganimga. Qo'l bilan ko'raydim. Endi bloklarni hozir qo'yib chiqsam, o'zi kam blok qolibdi. Yetadimi deyman-da, o'zi. Hammasiga yetadimi deyman-da. Tengma-teng bo'lami deyman-da. Teng-teng bu yoqda bitta blok olsam, tomga qo'ysam, teng-teng bo'libdi o'zi. Mana bilib olinglar, nima YouTube'ga kirasizlar desanglar, ustozinglar, mana biz bilamiz 8 ga 8 blokka shunaqa 64 ta blok yetadi deysizlar-da. Keyin bilasizlar. Zo'rda mana ovqatni yeb olamizda. Men bitta qilmoqchiman. Video olmoqchiman va unda ovqat yeyman. Bittalab ovqat yeyman Minecraftda. Keyin ovqat yeyman va ertalab ovqat yeyman va kechga ro'za qilmoqchiman. Minecraft faqat reker qilgan Java Edition'da va men Bedrock Edition'da qilmoqchiman. Nima deysizlar? Zo'rmi? Zo'r bo'lsa kommentariyada zo'r belgisini qo'yinglar. Endi mana zo'r mana videolarni ko'rsataman sizlarga. Mana. Hozir bitta narsa qilamiz, keyin настройкаdan qilamizda, serialda chiqadi u video. Mana bunday qilamiz. Pastga aytdimi? Qayerga aytdi? Uchinchi nima? Beqqa spin kontrollar bor. Beqqa yo'q ekan. Uchinchi, mana yoqqa pastga. Yo'qdi. Mana. Endi mana serialda chiqadi. Bitta qo'shib qo'yib yuborsam montaj ham bo'ladi. Montaj qilguncha qo'yib yuborsam kerak. Menimcha. Mana ko'ryapsizlarmi? Bunaqa hech kimga emas, eshik yo'q. Hech kimga, hech kim qura olmaydi ham. Endi hozir to'g'rilab qo'yish kerak endi uni. Настройкаdan to'g'rilaymiz. Mayli, endi настройкаdan to'g'rilaymiz. Endi eshik yasab olamiz va eshikni qo'yamiz. Bizga ham polloy bo'lsa ham farqi yo'q. Bo'laveradi. Endi kiramiz va eshikni qo'yib yuboraman. Qo'lim ketaveradi ham. Hozir bitta bunaqa qum bo'lmagani uchun bitta yasab olamiz. Enonga o'xshagan deysiz, короче. Tipa oyna.
turadi. Qanday qo'ysa ham ekan, xolos. Sanab olamiz, 8 ta ekan. Qanday qo'yiladi bu? Buni pastga qo'yib bo'lmayapti-ku. Ya, qanday qo'yiladi? Bu tarafga bo'ladi, ip bu tarafga ochilar ekan. Qoptaylash kerak endi buni. Nima qilib bo'lmayapti? Slime'lar kelib qolib, uni o'ldirib, inosini olamiz. Короче, slime'ni olamiz. Shularning barchasi ko'payib ketadi juda. Mayda bo'lib ketadi. Keyin buni olib blok yasaymiz. Keyin ikkinchisi qolib ketdi. Mayli. Blok yasadim. Endi blokidan hozir uni yasayman. Sakrasa bo'ladi endi bloki. Ikkita enochim, slime'chim qolib ketdi. Mana yoqqa taxta qo'yamiz. Hozir eksperimentim bor. Ko'ramiz. Endi hamma blokini olib tashlaymiz. Buni ham azob olib tashlash bekor qilinmoqda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Asadboy bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat. Kanalga obuna bo'ling.